Agar telefoningizda begona ilova, shubhali SMS, siz bilmagan bank kartasi xabarlari yoki pensiyangiz bloklandi degan havola bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki bugun pensiyani o'g'irlash uchun odamning uyiga kelish shart emas. Qo'liga hujjat olish shart emas. Ba'zan telefonning o'zi yetarli bo'lib qolmoqda. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Telefoningizda nimalar bo'lsa xavfli. Nimalardan qo'rqmaslik kerak va pensiyangizni himoya qilish uchun hoziroq nima qilish kerak? Avvalo, kanalga hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nabiralariga, qo'shnilariga ham tegishli. Bugun siz bilib olgan bitta maslahat ertaga onangiz, otangiz yoki buvingizning pensiyasini saqlab qolishi mumkin. Oldin pensiya masalasi ancha sodda ko'rinardi. Odam pensiyasini pochta orqali olardi yoki bank kartasiga tushardi. Agar muammo bo'lsa, mahalla pensiya bo'limi bank yoki pochta bo'limiga borib aniqlashtirardi. Firibgarlar ham ko'proq yuzma-yuz aldashga urinardi. Hujjatingizni tekshiramiz, yordam puli chiqaramiz, kompensatsiya bor deb uyma-uy yurardi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Pensiya kartaga tushadi. Karta telefonga ulangan bo'ladi. SMS kod telefon raqami keladi. Bank ilovasi telefonda turadi. Davlat xizmatlari ham telefon orqali tekshiriladi. Demak, telefon endi oddiy aloqa vositasi emas. Telefoningiz pensiyangizga olib boradigan kalitga aylangan. Men aynan shuni ta'kidlayman. Davlat sizning telefoningizda biror ilova borligi uchun pensiyangizni olib qo'ymaydi. Lekin telefoningizda ayrim xavfli narsalar bo'lsa, firibgarlar pensiyangiz tushgan kartadagi pulni yechib olishi, kredit rasmiylashtirishga urinishi, sizning nomingizdan ariza yuborishi yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni qo'lga kiritishi mumkin. Natijada odam pensiyamni olib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida esa ko'pincha pulni firibgarlar olib qo'ygan bo'ladi. Bugungi xavfning eng katta tomoni shundaki, firibgarlar juda ishonchli gapiradi. Ular o'zini bank xodimi, pensiya jamg'armasi xodimi, ichki ishlar xodimi, soliq xodimi yoki davlat xizmatlari markazi vakili deb tanishtiradi. Hisobingiz bloklandi, pensiyangiz to'xtaydi, kartangizdan shubhali operatsiya bo'ldi, kompensatsiya olish uchun tasdiqlang deb odamni qo'rqitadi. Qo'rqqan odam esa shoshilib SMS kodini aytib yuboradi. Havolani bosadi yoki telefoniga begona dastur o'rnatadi. Eng birinchi xavfli narsa bu telefoningizdagi masofadan boshqarish ilovalari. Masalan, kimdir sizga AnyDesk, TeamViewer, RustDesk, Quick Support yoki shunga o'xshash ilovani o'rnating desa, juda ehtiyot bo'ling. Bu ilovalar o'zi yomon emas. Ular ayrim hollarda kompyuter yoki telefonni masofadan sozlash uchun ishlatiladi. Lekin firibgar qo'liga tushsa, u sizning telefoningiz ekranini ko'rishi, ayrim hollarda bosayotgan tugmalaringizni kuzatishi, bank ilovasiga kirishingizni poylashi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Olib 8 yoshli odamga qo'ng'iroq bo'ladi. Sizning pensiya kartangizda xavfsizlik muammosi bor. Pulingizni saqlab qolish uchun yordam beramiz deyishadi. Keyin telefoningizga yordam dasturini o'rnating deyishadi. Odam o'rnatadi. Ruxsat beradi, ekranni ko'rsatadi. Firibgar, endi bank ilovangizga kiring, biz tekshiramiz deydi. Odam keladi, SMS kod keladi, kodni aytadi yoki ekran orqali ko'rsatib qo'yadi. Pensiya kartasida 1 million 200 ming so'm bo'lsa, bir necha daqiqada boshqa kartaga o'tkazib yuboriladi. Ikkinchi xavfli narsa bu shubhali SMS va havolalar. Masalan, sizga 7,5 ming so'm kompensatsiya tayinlandi. Pensiyangiz qayta hisoblandi. Kartangiz bloklanmasligi uchun tasdiqlang. Ijtimoiy yordam olish uchun anketa to'ldiring degan xabarlar kelishi mumkin. Xabarda havola bo'ladi. Siz havolani bosasiz. U yerda bank karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, pasport ma'lumoti so'raladi. Mana shu joyda xavf boshlanadi. Men doim shuni aytaman. Haqiqiy bank yoki davlat organi sizdan SMS kodni so'ramaydi hech qachon. Agar kimdir sizdan SMS kod so'rayotgan bo'lsa, u tekshirish uchun, blokdan chiqarish uchun, pensiyani saqlab qolish uchun desa ham bu firibgarlik belgisi. Uchinchi xavfli narsa bu bank kartasi ma'lumotlarining telefonda ochiq saqlanishi. Ko'p odamlar kartasining old va orqa rasmini telefonga olib qo'yadi. Ba'zilar pin kodni kontaktlar ichiga olib 1234 deb yozib qo'yadi. Yana kimdir SMS ichida kelgan kodlarni o'chirmaydi. Telefon yo'qolsa yoki begona odam qo'liga tushsa, bu ma'lumotlar pulga yo'l ochib beradi. Masalan, pensiya ayolning kartasiga har oy 1 million 500 ming so'm pensiya tushadi. U pin kodni unutmaslik uchun telefon daftariga
pensiya karta 2005 saqtimon deb yozib qo'ygan. Telefonini bozorda yo'qotadi. Topib olgan odam telefon bloklanmaganini ko'radi, bank SMS'larini o'qiydi, kartaning rasmini galereyadan topadi. Agar karta ham sumkada bo'lsa, pulni bankomatdan yechish yoki to'lov qilish osonlashadi. 4-chi xavfli narsa bu telefonda ekran qulfi yo'qligi. Ko'pchilik mening telefonda sirli narsa yo'q deydi, lekin telefoningizda SMS, kontaktlar, bank xabarlari, pasport rasmi, farzandlaringiz raqami, bank ilovasi, Telegram, WhatsApp bor. Firibgar uchun bu juda ko'p ma'lumot. Telefoningiz qulfdan ochiq tursa, demak, sizning moliyaviy hayotingiz ham ochiq turibdi. 5-chi xavfli narsa bu SIM kartaga beparvolik. Pensiya kartangiz qaysi raqamga ulangan, SMS kod qaysi raqamga keladi? Agar bu raqam eski bo'lsa, boshqa birov ishlatayotgan bo'lsa yoki nomingizda bo'lmasa, xavf oshadi. Ba'zi odamlar bank kartasini bir raqamga ulagan, keyin raqamni almashtirgan, eski raqamni ishlatmay qo'ygan. Vaqt o'tib operator bu raqamni boshqa odamga berishi mumkin. Shunda ayrim xabarlar va tiklash kodlari begona odamga borib qolishi ehtimoli paydo bo'ladi. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda, pensiyasi bank kartasiga tushadigan va telefonda bank ilovasi ishlatadigan odamlar. Ikkinchidan, tez-tez SMS'dagi havolalarni bosadiganlar. Uchinchidan, telefoniga nabirasi, qo'shnisi yoki tanishi nima o'rnatganini bilmaydiganlar. To'rtinchidan, kartasi bilan telefon raqami boshqa odam nomida bo'lganlar. Beshinchidan, begona qo'ng'iroqlarga ishonib, ma'lumot aytib yuboradiganlar. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi? Agar siz bank ilovasidan foydalanmasangiz. Telefoningiz parol bilan himoyalangan bo'lsa, SMS kodni hech kimga aytmasangiz, shubhali havolalarni bosmasangiz, kartangiz va sim kartangiz o'z nomingizda bo'lsa, xavf ancha kamayadi. Lekin borib tekshiruv kerak. Chunki firibgarlar doim yangi usullar topadi. Endi juda muhim nozik masalani tushuntiraman. Hamma masofadan yordam ilovasi firibgarlik degani emas. Ba'zan farzandingiz sizga telefon so'zlash uchun shunday ilova o'rnatib berishi mumkin. Lekin farq shundaki, siz kimga ruxsat berganingizni bilishingiz kerak, ilova nima uchun turganini bilishingiz kerak. Ish tugagach ruxsatni o'chishingiz yoki ilovani olib tashlashingiz kerak. Agar telefoningizda bunday ilova bor, lekin kim o'rnatganini bilmaysiz, bu xavfli belgi. Yana bir tuzoq. Firibgarlar odamni shoshiltiradi. Hozir qilmasangiz pensiyangiz bloklanadi. 25 daqiqa ichida tasdiqlamasangiz pul kuyadi. Sizning nomingizdan kredit olinmoqda, hozir to'xtatamiz deyshadi. Men tajribamdan bilaman. Haqiqiy tashkilot sizni bunday vahimaga solib SMS kod so'ramaydi. Rasmiy muammo bo'lsa, siz bank filialiga, davlat xizmatlari markaziga, pensiya bo'limiga o'zingiz borib aniqlashtirasiz. Yana bir nozik jihat. Ayrim firibgarlar telefoningizga zararli ilova o'rnatmaydi, faqat sizni aldab o'zingizga pul o'tkazdiradi. Masalan, pulingizni vaqtincha xavfsiz hisobga o'tkazing deyshadi. Odam o'z qo'li bilan pensiyasini boshqa kartaga yuboradi. Keyin bankka borsa, operatsiyani o'zi tasdiqlagani ko'rinadi. Pulni qaytarish qiyinlashadi. Shuning uchun xavfsiz hisob rezerv karta. Davlat himoya kartasi degan gaplarga ishonmang. Bunday usul rasmiy amaliyot emas. Yana bir keng tarqalgan holat. Sizga yordam puli chiqdi degan xabar. Masalan, 65 yoshdan oshganlarga 900 so'm to'lov. Pensionerlarga yangi kompensatsiya, kommunal to'lov uchun qaytarim kabi xabarlar tarqaladi. Odamlar bir-biriga yuboradi, guruhlarga tashlaydi. Havolaga kirganda esa bank karta ma'lumoti so'raladi. Rasmiy yordam puli haqidagi ma'lumotni faqat rasmiy davlat portallari, mahalla, bank yoki tegishli tashkilot orqali tekshirish kerak. Ba'zan odam men faqat karta raqamini berdim, buning nimasi xavfli deydi. Karta raqamining o'zi har doim ham pul yetishga yetmasligi mumkin. Lekin agar siz karta raqami bilan birga amal qilish muddati, orqa tarafdagi kod, SMS kod, pasport rasmi yoki telefoningizga kelgan tasdiqlashdan bersangiz, xavf kuchayadi. Firibgarlar ma'lumotni bo'lak-bo'lak yig'adi. Bugun karta raqamini oladi, ertaga pasport rasmini so'raydi, keyin SMS kodni aldab oladi. Yana bir muhim narsa, telefoningizdagi Telegram va WhatsApp ham xavf manbai bo'lishi mumkin. Agar akkauntingizga begona qurilma ulangan bo'lsa, sizga kelgan ayrim xabarlarni boshqalar ko'rishi mumkin. Telegramda qurilmalar bo'limiga kirib, begona qurilmalar yo'qligini tekshirish kerak. WhatsAppda ulangan qurilmalar bo'limini ko'rish kerak. Agar siz tanimagan kompyuter yoki telefon chiqsa, darhol chiqarib tashlang. Yana bir istisno.
Pensiya to'xtashi har doim firibgarlik bilan bog'liq emas. Ba'zan hujjat yangilanishi kerak bo'ladi. Yashash joyi, bank hisob raqami, kartaning amal qilish muddati, ishonchnoma, hayotlikni tasdiqlash, boshqa ijtimoiy holatlar sababli to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Lekin bunday masalani telefon orqali begona odamga kod aytib hal qilib bo'lmaydi. Bunday masala faqat rasmiy tashkilot orqali hal qilinadi. Endi hoziroq nima qilish kerakligini birma-bir aytaman. Birinchi qadam, telefoningizdagi ilovalarni tekshiring. Sozlamalarga kiring, ilovalar bo'limini oching. Tanimagan, o'zingiz o'rnatmagan, nomi g'alati bo'lgan ilovalarni ko'ring. Ayniqsa masofadan boshqarish, ekran yozish, support, remote, viewer desk kabi nomli ilovalarga e'tibor bering. Agar bu ilova nima uchun kerakligini bilmasangiz, avval farzandingiz yoki ishonchli mutaxassisdan so'rang, keyin o'chirib tashlang. Ikkinchi qadam, bank ilovangizni tekshiring. Ilova faqat rasmiy do'konda o'rnatilgan bo'lishi kerak. Android bo'lsa Play Marketdan, iPhone bo'lsa App Store'dan. Begona saytdan yuklab olingan bank ilovasi xavfli bo'lishi mumkin. Ilova ichida karta bog'langan qurilmalar, oxirgi operatsiyalar, avtomatik to'lovlar, limitlar bo'lsa, hammasini ko'rib chiqing. Siz qilmagan o'tkazma yoki to'lov bo'lsa, darhol bankka qo'ng'iroq qiling. Uchinchi qadam, SMS va xabarlarni tozalang. Kodlar, karta ma'lumotlari, pasport rasmlari, PIN kod yozilgan xabarlarni telefonda saqlamang. Galereyada kartangizning old orqa rasmi bo'lsa, o'chirib tashlang. PIN kodni kontaktlar, eslatmalar yoki daftarcha ilovasiga yozmang. Agar eslab qolish qiyin bo'lsa, bankdan kartani almashtirish yoki PIN kodni yangilash haqida maslahat oling. To'rtinchi qadam, telefoningizga kuchli ekran qulfi qo'ying. Oddiy 1001, 1234 tug'ilgan yil kabi parollarni ishlatmang. Kamida 6 raqamli kod yoki barmoq izi qo'ying. Telefon yo'qolsa, begona odam darhol ichiga kira olmasligi kerak. Bu juda oddiy chora, lekin ko'p pensiya o'g'irliklarining oldini oladi. 5-qadam. SIM karta va bank kartangizni moslang. Bankka boring yoki bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Pensiya kartangiz qaysi telefon raqamiga ulanganini aniqlang. Agar eski raqam bo'lsa, uni o'zingiz ishlatayotgan raqamga almashtiring. SIM karta imkon qadar o'z nomingizda bo'lsin. Agar karta farzandingiz raqamiga ulangan bo'lsa, kelishib oling. SMS kod hech kimga aytilmasin, xabarlar nazorat qilinsin. 6-qadam. Shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, gapni darhol to'xtating. Men bankka o'zim borib tekshiraman deng. Hech qanday kod aytmang, hech qanday ilova o'rnatmang, hech qanday havolaga kirmang. Agar qo'ng'iroq qilgan odam haqiqatan ham bank xodimi bo'lsa, siz bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qayta qo'ng'iroq qilganingizdan xafa bo'lmaydi. Firibgar esa sizni shoshiltirishga harakat qiladi. 7-qadam. Agar pul yechilib ketgan bo'lsa, vaqtni yo'qotmang. Darhol bankka qo'ng'iroq qiling va kartani bloklang. Keyin bank filialiga boring, operatsiyalar bo'yicha ariza yozing. Pasportingiz, karta ma'lumotlari, telefoningiz, SMSlar, qo'ng'iroq raqami, firibgar yuborgan havola yoki yozishmalarni saqlang. Keyin ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Arizada qachon qo'ng'iroq bo'lgani, nima deyishgani, qaysi karta yoki hisobga pul ketgani, qancha summa yechilgani aniq yozilsin. 8-qadam, yaqinlaringizni ogohlantiring. Ayniqsa ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, yolg'iz yashaydigan qarindoshingiz bo'lsa, telefonni birga tekshirib bering. Ularga 3 ta qoidani yodlating. SMS kodni hech kimga aytmaslik, begona havolani bosmaslik, begona ilovani o'rnatmaslik. Mana shu 3 qoida ko'p holatda pensiyani saqlab qoladi. 9-qadam. Rasmiy joyga murojaat qilishni biling. Pensiya to'lovida muammo bo'lsa, avvalo bankka, pensiya bo'limiga, mahalla yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Telefon orqali kelgan noma'lum raqamga ishonmang. Rasmiy tashkilotga borganingizda pasport, pensiya guvohnomasi yoki tegishli hujjat, bank kartasi, telefon raqamingiz, oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumotlarni olib boring. Muammoni yozma ravishda tushuntirib ariza qoldiring. Arizada pensiya to'lovim kelmadi. Kartamga bog'langan raqamni tekshirishni so'rayman. Shubhali operatsiya bo'yicha tekshiruv o'tkazishni so'rayman. Kabi aniq yozish kerak. 10-qadam. Telefoningizni muntazam tekshirishni odat qiling. Har oy pensiya tushgan kuni kartadagi qoldiqni tekshiring. Siz qilmagan to'lov chiqsa, mayli kichik summa ekan demang. Bugun 10 ming so'm sinov uchun yechilsa, ertaga 20 million so'm ketishi mumkin. Firibgarlar ko'pincha avval kichik operatsiya bilan karta ishlashini tekshiradi.
Men yana bir narsani alohida aytaman. Farzandlar ota-onasiga siz tushunmaysiz deb qo'pollik qilmasin. Tushuntirish kerak, urush emas. Pensioner odam firibgarga aldangan bo'lsa, u aybdor emas. Chunki firibgarlar maxsus psixologik usullar bilan ishlaydi. Muhimi, uyalmay vaqtida aytish. Agar odam bolalarim urushadi deb yashirsa, zarar kattalashadi. Bugungi asosiy gap shuki, telefoningizda begona masofadan boshqarish ilovasi, shubhali havolalar, ochiq saqlangan karta ma'lumotlari, ekran qulfi yo'qligi yoki eski sim karta bog'lanishi bo'lsa, pensiyangiz xavf ostida bo'lishi mumkin. Davlat telefoningizdagi ilova uchun pensiyangizni olib qo'ymaydi, lekin firibgarlar telefon orqali pensiya pulingizni olib qo'yishi mumkin. Farqini tushunish juda muhim. Hoziroq telefoningizni tekshiring. Ota-onangizning telefonini ham tekshiring. SMS kodini hech kimga aytmang, havolaga kirmang, begona ilova o'rnatmang. Shubhali holatda bank va rasmiy tashkilotga o'zingiz murojaat qiling. Sizda shunday qo'ng'iroq yoki xabar bo'lganmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Boshqalar ham ogoh bo'lsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Bir dona yuborilgan video kimningdir bir oylik pensiyasini saqlab qolishi mumkin.